Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yashirib bo'lgan molimizni davolashdi. Xudo xolasa bugun 4-kuni molimiz ancha holatlari yaxshi. Qanday davolashdi? Bir boshdan ko'rsatamiz. Uy sharoitida o'zimiz sinalgan usul. Ko'pchilik biladi. Mana margan sopkadan ayollariga kelib sepdik 3 kun davomida. Mana kupura, mis kupurasidan shunaqa bo'ladi. Vitatsekalarni sotarsan. Asosiysi bunaqa Axivit spray degan spray bor ekan. Shu yashirib bo'lgan mollarni hamma yo'g'iga, masalan, tuyoqlariga, keyin og'ziga separgansizlar. Hammasi misol arzinagan pul bo'layapti. Asosiysi Axivit spray sal qimmatroq ekan. Hammasi bo'lib 60 ming so'm bo'ldi. 4-kun molimiz ancha yaxshi. O'ziga kelib qolgan. Biz oldin olib asosiysi molingizni istimasiga qarab turishingiz kerak ekan. Og'riq bo'layaptimi, boshqami? İstimalarni o'lchab 39 degan hozir biz bunga versiyaga qarab 3 ta 4 ta bolnor oddiy odamlar applikasiyasini bolnor og'riq qoldiruvchisini ichirib qo'yyapmiz. Mol tetiklashyapti o'shani ichgandan keyin, og'riq qolgandan keyin o'z-o'zidan ishtahalari ham o'chyapti. Asosiysi ishtahadan qolmasligi kerak. Bemalol uyda davolab olsangiz bo'ladi. Vetvrach chaqirish shart emas. Bemalol tuyoqlariga qarab vaqtida sepib tursangiz, xudo xolasa yaxshi o'tib ketar ekan. Hozir ichirish jarayoni. Ertalab ichirgandik, holati zo'r bo'ldi. Endi kechqurunga ham yana 4 ta tabletkani quyib ichirib qo'yyapman. Bunaqa qilib baylab olsalaring, bitta odam bemalol ichirsa bo'ladi. Xudo xolasa. Ancha yaxshi bo'lgan ishim bo'lib, og'zini ham ochmaydigan bo'lib qolibdi. Kecha qimillar metroda bor. Qimillar metroda bugun mana holatlari ancha yaxshi. Ko'tarilashim ko'tarmayapti o'da. Smoqchi ham bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'layotganini qani. Hamma ozgina pulga olmaydi. Qimmat narsa baribir mashina olsam 22 million so'm turgan. Shuncha yaxshi qarash kerak obunachilar. Qanday bo'lsa ham ichiramiz, ancha og'zini ochmayapti lekin bunday qilamiz mana. Ochilsin mana. Ancha tisham buzilib qolsa ana. 60 shpris. Shuni haydasalar mana.